ko'pchilik aytadi qurilishda korrupsiya deydi. Da, to'g'ri, korrupsiya bo'lgan. Hozir korrupsiya men o'ylayman 90% ga qisqargan. Agar 90% ga qisqarmaganda raqamlashtirish evaziga bugungi kundagi noqonuniy qurilishlar qonuniylashib ketgan bo'lardi. Qolgan 10% qanaqa holatlarda? U maishiy deb o'ylayman. Qanaqa holatda? Misol uchun aholini o'zi doktorga borganda Beradigan pul. suyunch pulida demoqchisiz. Ya'ni vazirlikka davlat aloqasi bo'lmagan pastroqdagi holatlar. menimcha shunaqa, sababini aytaman. Hamma tizim jarayonni raqamlashtirdik-da, izi qoladigan darajada raqamlashtirdik. Chek-listlargacha qilib chiqdik. Endi mana masalan bir murojaat qilishdi, noqonuniy qurilishlar soni ko'p debdi. Bu noqonuniy o'sha muammoli qurilishlar. U muammoli qurilishlar oldin ko'p bo'lmagan sababi, oldin ko'p bo'lmagan. Demak, ko'p bo'lmagan siz oldin hujjat qilib berilgan. Hozir umuman hujjat to'xtadi, qilib bera olmayapti. Birinchidan bosh rejamiz tasdiqlandi, 100% elektron. Hozir siz davlat xizmatlariga borib turib, men uy qurmoqchiman, bosh qurmoqchiman, shunda kiriting. Sizga o'sha zahoti shunda chiqarib beradi. Bu joy yo renovatsiya zonasi, yo rekonstruksiya, yo konservatsiya. Konservatsiya bo'ldimi, sizga sразу joyida yozadi. Bu deydi konservatsiya zona, sen loyihani amalga oshira olmaysan deydi, bo'ldi. Siz nimangiz kelib tusha olmaydi bizga.